Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun men sizlarga Amerikaning iqtisodiy ahvoli to'g'risida, ya'ni navbatgi iqtisodiy ahvoli to'g'risida, pul muomala bozori to'g'risida ham SpaceX'ningki gapini mavzulab beraman. Andan keyin AI, sun'iy aql. Ya'ni navbatdagi bir eng yangi texnika, bu texnikaning insonlar jamiyatiga ko'rsatgan ta'siri to'g'risida qisqa so'zlab beraman. Odatda qisqacha deb sal jiqroq so'zlab salaman, kechirsizlar. Növbətdə Amerikanın iqtisadında pul pahalılığı ötən il şu vaxt qaran vaxtda bu yıl hazırın özündə 4,12% aşdı. Bu deyirlər ötən il siz 100 dollarga bir nərsəni setib alğan bolsanız, şu nərsəni setib alaman desəniz hazırın özündə 104 dollar 20 sent төлəyisiz degan gibi 4 dollar 20 sent artıq төлəyisiz degan gibi. İşsizlik nisbəti töven, amma təbii işsizlik nisbətindən yuqarı. Təbii işsizlik nisbəti adətən 2-3% ətrafında, amma işsizlik nisbəti 4%-ə yaxın. Şu ətrafda təvrinib durubatıdır. Amerikanın əmgək bazarda əhval bək naçar emas, amma dərhal iştiqilğə otdak emas. Dərhal bir xizmət izləyən adamlarga jiqraq vaxt ketiyotdi xizmət izlashga. İdari cəmiyyətlərin xizmətçilərini işdən qaldırışımı töven. Low fire, low hire deyimiz. Xizmət gelişi asta, xizmətdən boş düşümü asta. Şundaq ahval. Əmgək bazarı ahvalı şu. Milli daramidning işi ötgan yili birinci fəsildə o'rta hisob bilan yiliga 1,16%lik annualized deb qo'yamiz biz. 1,6% aşqan ish bor, amma pul pahalılığınınki kishilarning maoshini mas'ul ish bor, amma pul pahalılığınınki yuqori bo'lishi bu baş ağrıtayotgan ish. Şu Mərkəzi Bankının yanıdan saylanğan başlığı Kevin Warsh'mı qopab bu qıtım üstünü düşəmədi. Özünün nemizdə qoydu. Xəbərlərdə var mı? Leksiyalarımda dedim. Şu COVID-19 olğandan keyin Amerika Mərkəzi Bankası üstünü 11 qıtım östəgən. 11 qıtım östəgəndə Jeremy Powell'ın vaxtında aran 3-4 qıtım düşədi. Trump düşürən dedi. Ösüm nisbətini düşürmən də düşərli olğan iş yox. Niməyə qaraydan gep? İqtisadi əhval qaraydan gep. Bularning içində çox makroluq göstərgüç var dedim mən buran. Yəni milli dərəmətinin işi, yəni GDP'nin işi, işsizlik nisbəti, həm də ösüm nisbəti, işsizlik nisbəti, həm pul pahalılığı. Bularning içində ən yamını pul pahalılığı, pulun pahalılığı. Bu işsizlik nisbəti şu xizmət tapamagan adamlarga ko'proq ta'sir ko'rsatdi, amma pul pahalı olsa umumyüzlük adamlarga ta'sir ko'rsatdi. Umumyüzlük bütün xalqqa ta'sir ko'rsatdi. Endi pul pahalılığının kelib chiqishining sababi bilan navbatdagi nimaga asosan nimaga bog'laymiz desa, albatta COVID-19dan qolgan qoldiq ta'sirlar bor. Ta'minlash zanjiriga uzilish va kaza dedik. Shu vaqtlarda davlatlar umumyüzlük bir xil pul taqatgan adamlarga, ya'ni ishlab chiqish bo'lmay turibmi, yani pul taqib etgan. Keyin pul siyosatini qo'ygan. Uning ta'siri va shu joyda bir o'rilib olganing tushmay, daraxtning ustiga chiqib olgandan keyin tushmakda degan gap. Andan keyin Trump bultur 2-25 kuni 2025 yil 1-21 kuni taxtga o'tgandan keyin taxt emas. Vazifaga o'tgandan keyin taxt desak podshohlikdan ma'no berib qoladi ekan. Taxt vazifaga o'tgandan keyin nurg'un davlatlarga nisbatan, yani Amerika bilan dunyoning hamma yerdagi davlatlardagidek tijorat qiladi, savdo, import, eksport qiladi. Amerika asosan cho'ng import qiluvchi davlat, ular Xitoydan vahshiy chiqmal sotib oladi. Nurg'un davlatlarga nisbatan ularning import qilgan molga tamojna bejini qo'yibdi, oshiribdi ba'zilarga, aslida bani oshiribdi degan gap. Bu to'g'risida jiq so'zlab ketdim. Endi bu narsalar iste'molchilarning qo'liga tekkan vaqtda tamojna beji qanday qilib keldi desa, baning yuqori ko'tarilishini keltirib chiqaradi. Bu bir sabab. Yana navbatda mal bahasi pul pahalılığı degan nima desa, pulning sotuvlik kuchining tubanlishi. Pulning tubanlishi kuchi qanday chog'da tubanlaydi deganda, mal bahasi yuqori o'sib tubanlaydi. Mal bahasining yuqori bo'ldi, baha qo'shilib ketgan vaqtda, tamojna bejimi
bahana yana bir xil tannarx qo'shilib ketadi-da, baj. Bir xil jazo bo'lma. Endi biz bu iqtisodda, mikroliq iqtisodda masalalarni tahlil qilgan vaqtda, shundoq tamojna bejini qo'ygan vaqtda zodi bu bajninki yukini kim ko'taradi degan masalada biz shu avval tovarni konkretni analiz qilamiz. Bu tovarning xarakteri qandoq, elastiklik egimi, inelastiklikmi, elastiklik yo'qmi? Ya'ni bahani azroqla tavratsangiz ta'siri bek jiq bo'lib ketamdi, yoki bo'lmasa bahani xili cho'ng tavratsangizmi ta'siri anchalar ta'sirga uchrab ketmamdi degan o'xshash. Shunga qarab turib, andan keyin tovarlarning elastiklik emasligiga qarab turib, bu bajninki qo'yilgan bahaning ko'p qismini, ya'ni yuk desak, baj yuk desak, bu yukni yoki shirkatlar ko'proq ko'tardi ekan, yoki iste'molchilar ko'proq ko'tardi ekan deb. Endi hozir nima bo'lib qolyapti desa, oxirgi hisobda iste'molchilar ko'tarib qolyapti jiqroq. Shirkatlarning foydasini tuvanlatadi albatta, chunki yuqori baho setishni tuvan qiladigan gap. Setish tuvan bo'lgan vaqtda foyda moz bo'ladigan gapda. Xo'sh, umumiy ahvolda juma, ammo masalani biz ayrim analiz qilamiz hamda rasmiy iqtisodiy leksiyalarda, masalan, bu sayyora bir leksiya bo'lgandan keyin shunchalik yumzab o'tab ketsam bo'ladi deb o'ylayman, so'zlab o'tab ketsam bo'ladi deyman. Andan keyin urush. O'rta Osiyodagi, O'rta Osiyo deyman, Rossiyaninki nimaga Ukrainaga tajovuz qilganiga 4-5 yil qadam qo'ydi. U dunyo xarakterlik mol bahosining o'sib ketishini, masalan, ochliq ziroat, ximiyalik, neft, gaz, tabiiy gaz, andan keyin o'g'it, ximiyalik o'g'it deydigan nurg'un narsalarga, chunki neftdan foydalanib nurg'un mahsulotlarni ishlab chiqargan ekan. Ularning hammasining tan narxining o'sishini keltirib chiqaryapti. Shunga bu dunyoviy pul baholigiga shularning ta'siri bor degan gap. Andan keyin yaqindan buyon Eron bilan Amerikaning o'rtasidagi to'qinish, harbiy to'qinish. Neftning Hormuz bo'g'izini etib oldi, ochdi dedik, sulh tuzmaydi dedik. Donald Trump o'ziniki mediasiga, social truth, haqiqat, ijtimoiy haqiqat degan nimasiga shundaqlam bir narsani yozsa, Eron o'shani bil atimanda qilaman desalar, paychaklar gumma tushib ketgan, neft ishib ketgan. Ondan keyin sulh tuzishga nima qildik, Eron gapimizni anglaydigan bo'ldi degan vaqtda paychaklari ishiyotgan, neftning bahosi tushyotgan. Bu paychak ilib sotilganlarga option ilib sotadi, neftning optionni ilib sotadiganlarga nisbatan buning ba'zilarga fursat, ba'zilarga foyda, ba'zilarga ziyon, ba'zilarga fursat, ba'zilarga tahdidni olib kelayotgan gap. Shu bozor bak tavrinib turyapti hozir. Bozorning tavrinib turishi mana shunday sabablardan mol bahosi yuqori o'tgan qadimliq leksiya degandek hozir Amerikaning ahvolida shu ahvol yana mavjud. O'sim nisbati yuqori, pul pahallik yuqori. Pulning setilish kuchi tuvan degan gap. Andan keyin harbiy to'qinish buning oxiri chiqmadi. Bu Amerikaningki paychaga ba'zilarda shunday davolg'ishni paydo qilyapti, davolg'ishlarni paydo qilyapti. Ba'zi shirkatlarningki milliardlab pullar yo'qolib ketdi paychakida. Lekin Elon Musk o'xshash kishilarningki SpaceX'ning IPO'si bozorga tushdi. 135 dan bozorga saqan xabarlarda bor. Men mushu SpaceX'ning peyni bozorga silishdan burun leksiyarimda degan kelarapti. SpaceX'ningki nimasi bozorga silindi ekan, peyi 135 dan ikki qismda 9 tutibdi. Birinchi kuni $200 chiqishi mumkin degan, birinchi kun chiqmadi, 2-3 kundan keyin chiqdi, $220 chiqdi. Andan keyin bu tuvallaydi, 175 tushdi, 150 tushdi, hatto 100 dan tuvan bo'lishi mumkin degandim. Hozir ahvol shunday bo'lyapti. Hozir $150 tushib qoldi. Chunki nima ishqa degan vaqtda iqtisodda bizda hard effect deydigan narsa bor. Padaning ta'siri deb. Men kitobda bo'lgan kirgizdim qisqacha tushuntirish berib bu to'g'risida. Ya'ni
Nurg'un adam bir ishni qilsa boshqalarni agishidi, u ishlar to'g'rimi, xatomi, nega aytyapti bu bizni nimaga aytyaptimda, ozgalga aytyaptimda, hangga yoki go'rga aytyaptimda, bu g'arga aytyaptimda, yoki bizni yashinliq, chimanlik, bo'stonliq aytyaptimda. Uning bilan kari yo'q. Nimishqa desa nurg'un adam meni xizmatdoshlarim, meni do'stlarim palonchi shu yo'lda men bu pada ta'siri yana bir ishongan bir odamlar bir yo'lda mangsa uning keyin agishib ketishi bu pada ta'siri deymiz iqtisodda. Yani birisi ma'lum bir mashina olsa, ma'lum bir kiyimni kiysa unga agishadigan moda. Ondan pul muomala bozorida FOMO deydigan bir gap bor. The fear of missing out deydi. Kishilar shu foydali fursatlarni qo'ldan berib qo'ymay deb. Foydali fursatlarni qo'ldan berib qo'yishdan qo'rqish kesiladi. Şunu ularga ne qildi bular desam, o'sha SpaceX'da shu xil ahvol ko'rildi deb faraz qilganman, shunaqa ko'rildi. Nurg'un SpaceX jiqroq setib olsak pul topamiz deb 160'dan 170'dan olib qo'yganlar 220 chiqqan vaqt sotmagan bo'lsa, hozir ziyon degan gap. Lekin tutib turish kerak buni. Chunki Elon Musk hopab uni qilma, buni qilma deyapti. Hozir yaqinda bir so'zini o'qib qoldim. Nima deydi desa, Amerikaning butun iqtisodining 88% milliy daromadi mening shirkatim paydo qiladi bundan keyin deb. Bu to'g'risida New York Times'ningki o'tganda bir maqolasining mazmunida deb berdim. Bu cho'ng va'dalardan 602 ni qilibdik. 602 va'da beribdi. Buningki asosan 20dan töveni amalga oshibdi. Ba'zilari 10% dal vaqtida amalga oshibdi. Yana bir 20% ma'lum vaqtlardan keyin amalga oshibdi deganga o'xshash. Buning ba'zi bu qiyoslari olam keyin uçurma boşluqqa o bu deganlarni Alvin Toffler degan danliq 70-yillarda kalkusga zarba degan kitobni yozgan, 80-yillarda kuchni yo'tkilish degan kitobni yozgan, 90-yillarda 3-to'lqin degan kitobni yozgan kishi, ya'ni kalkusshunos. Men buni 90-yilda Urumchida oliy maktabda o'qiyotgan chog'imda bu odamning bir kitobini o'qiganman. Ashdan kelgan ba'zi xiyollar, fantaziya emasmi, buning ikki yuzlanish kuchni oldi deb. Olam bo'shlig'i dengizning ostida uylarni qurg'iladi, odamlar buning uchun yashaydi. Oila qurilmasi kichiklaydi degan shu ishlar bo'ldi. Ondan bo'shliqqa olam kemilari ushirildi deb. U da amalga oshmadi. Elon Musk shuni qilaman deyapti. Elon Musk'ningki boshliqqa raketa ushirma, olam boshliq ushirma, olam kemisi ushirman deydi. Raketa ushirishlarni qilib qo'yadi. Starlink va hozir Ukraina bilan Rossiyaning urushida Starlink o'zining kuchini ko'rsatdi. Yani Ukrainaga paylanishni ba'dida uning o'rinlarni, uchurlarni tez yetkazilishi, qarshi tarafning armiyaning harakatini kuzatish, bilish, o'rinni belgilashda buning nihoyat roli bo'ldi degan gap. Anigin bo'shliqda sun'iy aqlninki sonliq ma'lumot markazlarini qurman deydi. Ya'ni kalgus uni qilma, buni qilma deydi. Mandaq ish bo'ladi. Milliy daromadning mancha % mandaq bo'ladi deb degan gaplarni deydi. Kishilar buning ishini qiladi. Buning ishini qiladi. Lekin bir narsa Elon Muskning keynida Amerika hukumati uni qattiq qo'llaydi. Masalan, buningki Tesla'singki elektronlik mashinalarni setilishidami Amerika hukumatining nurg'un necha milliardlik shunaqa to'xtamlari bo'lgan. Elam bor. NASA bilan birlashib ishlarni qiladi bular. Shunga shunaqa bo'lgandan keyin haqlar ishonch bilan qaraydi. Bu odamning paylarining, shirkatlarining paylarini setib olsa, ziyon bo'lmaydi deb. Yani uchur aloqa, sun'iy aql, olam kemisi, nima, raketa, mumkin to'qliq mashina va qisa. Media X degan burun Twitter bo'shidamni qo'lida. Demak, bayliq bu odamning qo'liga bakki jig'ildi dunyo tarixida tunji bo'lib Amerika dollari o'yinchi hisoblagan vaqtda trillion dollarlik ish bo'ldi bu SpaceXning P'ni setiblar. P'ga ega bo'lganlar uchunlar. Xuddi o'tgan leksiyarimda deb o'tganligidek bu odamning SpaceX ishlagan 400 adam bakanatda tazliq ishchisidan tatib million urib ketgan gap.
Ora tuqqanlar yaqinlardan milliarder bo'lib ketganda men aytchisi var ekan. Xo'sh. Endi men ish bularni so'zlab saldim desa, bu bo'pmi shu Amerika, Angliya, Kanada, Yaponiyada yashayotgan qarindoshlarninki hammasi buning ta'siriga uchraydi. Chunki bizningki pensiyalik pullarimizni boshqurib beradigan, ko'paytib beradigan muassala, pul muomala o'rinlari ma'lum paylarni oladi. Biz bevosita olmasakmi, vositali holda bunga aralashib qolamiz degan gap. Bizning 401k, 403b deganlarni boshquradigan odamlar, ilmiy shirkatlar ana shunaqa payni oladi degan gap. Shunga bu o'ssa yaxshi albatta. Bu tushsa ziyon. Lekin buni nisbatan vaqtda gapmi jiq, olimi jiq, andan keyin bu pul muomala do'konlari, texnika boylari, texnika darajadan tashqari texnika boylari, fan texnikaga tayinib boy bo'lgan odamlarninki dunyoning ishlariga ko'rsatgan ta'siri, jamiyatlarni qutblashtirishi, siyosiy ko'zqarashlari o'zi yashayotgan davlatninki jamiyatiga ta'sir qilmasdan boshqa davlatlarga, o'zlariga o'xshaydigan davlatlarga ta'sir qilyapti. Masalan, Angliyaning bosh ministrini saylashda Trumpning deydigan bir gapi, Portugaliyaniga joylash nima Elon Muskning deydigan bir gapi yoki bo'lmasa Elon Muskning deydigan bir gaplari shuna ta'sir qilyapti. Xo'sh. Endi men shu bir AI'dan chiqib turib bir necha gapni bir nima qilib qo'yay dedim. AI 2041 degan kitobning va ham darajadan tashqari kuchlar AI degan kitobning yozuvchisi Kei-Fu Lee bu odam Google şirketining Xitoyda turishlik boshliq bo'lgan odam. Bu odam shu kitoblarning avtori, bu odam shu AI 2041 yil degan kitobida sun'iy aqlninki 4 to'lqinni tasvirlagan bu odam. 2010 yildan 2018 yilgacha bo'lgan aralıqda sun'iy aql texnikasida 4 to'lqin bo'lgan deydi. 2010 yılı 1, 2014 yılı 1, 2016 yılı 1, 2018 yılı 1. Ondan keyin 6 yılda neçə qıtım to'lqin bo'lib bo'ldi, lekin bu kitap 2023 yılı yozilgan kitap. Sun'iy aql degan gapning o'zi John McCarthy deydigan odam Dartmouth University'da, Dartmouth degan Rhode Island University'ga o'xshash, Rhode Island'dagi Brown University'ga o'xshash, Yale University'ga o'xshash, Columbia University'ga o'xshash, Harvardga o'xshash shu 10 mashhur davlatdan biri. Shu yerdagi bir yig'inda kompyuter professori bor odam 1956 yilda shuni o'tirib qo'ygan, sun'iy aql degan iborani o'tirib qo'ygan, artificial intelligence deb, sun'iy aql deb. Asosiy tasavvur nima desam, odamlar nurg'un ishlarni qilamiz, o'ylaymiz, o'qiymiz, ko'ramiz, anandan keyin ba'zi ishlarni qo'limiz bilan qilamiz, jismoniy kuchimiz ketadi, yozish, o'ylash, o'qish buning aqliy kuchimiz ketadi. Shu ishlarni kompyuterga mashinaga qildiradigan bir ish yo'qmi? Qiyg'il bo'ladi, shuna qildiriladi deganni o'tirib qo'ygan gap bu odam, shu ideyani. Ondan keyin shu 56 yildan keyin tortib ta 2010 yilgacha bo'lgan aralıqda dam buningga qiziqish bo'lgan gap, bu sun'iy aqlga dam chekinish bo'lgan gap, so'yish bo'lgan gap. Chunki damallikqa bir narsani yaratib beramaganligi uchun mablag' sog'chilar yoki buningga qiziqadiganlar daral natija ko'rmasa maymunning tog'dan tushishi deganga o'xshash shu tashlab ketib qolgan gap, boshqa ishli bo'lgan gap. Ammo 2010 yildan keyin bu boshqacha bir tusni olgan gap. Xabaronlarda bor 2008 yili Amerikaning iqtisodiyotida pul muomala krizi yuz bergandan keyin 2009 yilda Satoshi Nakamoto bu qo'pib oq qog'oz e'lon qildi Bitcoin to'g'risida. 2009 yilda Bitcoin maydoniga kelgan chaqlar shu. 2010 yil sun'iy aqlda bir cho'ng sifat o'zgarish bo'ldi. Blockchain, ya'ni zanjirsimon bo'lak texnikasi, bu to'g'risida men pul muomalaga mablag' silish degan kitobimda men tushuntirmagan. 2010 yildan keyin
bir çoğun sübət bir özgürüş qaytadan qozg'alish olgan mana 16 yilning ichida bugun ko'rdik, bugun ko'ryapmiz. Yaqindan buyon, bu yildan buyonqi Amerikaning pay cheklar bozoridagi har xil ko'rsatkichlarning yuqori ko'tarilishida sun'iy aqlga solgan mablag' intayin jiq narsani egallaydi. Hamda bu kishilarda bir xil qo'rqinchni paydo qilyapti. Nima deb desa, sun'iy aql ko'p silingan mablag' ko'pga aylanib ketamdi. Aylanmaydi degan olmaydi. Bu bir yangi texnika, bu yangi texnika yangi narsalarni akildi, puldan topa olamiz degan olmaydi. Men Amerikaga kelgandan buyon mana asosan 2 qatim Amerikadagi iqtisodiy ko'plik iqtisodiy krizisni boshdan kechirdim. Birisi 2001-yil. 2001-yil tech bubble bo'ldi. Ya'ni internet ko'plik bo'ldi. İnternet köpük oldu. İnternet dünyaya kelgan vaqtda kishilar nihoyat buni umidvor qilgan. Hatto shu vaqtda esimda bor mening Amerikaning prezidenti shu vaqtda prezident Clinton. Clintonmi, uning muavini Al Gore degan odammi? İnternet dunyoga erkinlikka keldi degan internet texnikasi. Dunyoga erkinlikka keldi. Ma'lum men nitqimoqda dunyoni rangarang qildi. Taraq qildiganda qildi, aloqani oson qildi, aloqa telefon aloqasi, uchur aloqasi bekorlik aslida azamlab ketdi-da shunaqa. Uchurning qimmati hujjatda qolmagandikilar aloqa kuchaydigan gap. Xuddi aeroplanning bahasi bak tuvan bo'lsa haqlab mashinalar bilan bormay aeroplan chiqib bir ish bu. Ammo desa, ammo hokimiyatlar ya'ni texniklarga o'zgarishlardan o'zining hokimiyatini chingitadigan narsaga aylantirib oldi. Kishilarni nazoratga oladigan shunaqa qurolga aylantirib oldi. Ya'ni pichoq o'xshash. Pichoqni osh tomoq uchun ishlatsangiz, ko'ktat uchun ishlatsangiz, u ko'ktat to'g'rash uchun, go'sht to'g'rash ishlatsangiz qurol. Agar yomon niyat bilan bir tilab qo'ygan bo'lsa, o atangdan ko'rega bo'g'izlayman, kellangni olaman desa, jinoyatchiga aylanamiz. Hamda Mao nima bilan? Mao sun'iy aql texnikasi bilan hozir hamda ikki narsa bo'layotdi-da, sun'iy aql texnikasi. Birisi bir xil qizg'inlikni paydo qiladi. Bu paychiga mablag' silayotgan sun'iy aqldan favqulodda umidvor qarab bayolab ketimiz deb qaraydiganlar bo'layotdi. Andan keyin bir qismlarda qo'rqinch paydo qiladi. The Coming Wave, ya'ni kelish oldida turgan to'lqin deb bir kitob yozdi Mustafa Sulayman degan Deep Mind degan shirkatning quruvchisining biri, Angliyadan Mustafa Sulayman. Shuning 21-asrdagi kuch, texnika va dilg'ullik degan kitobida kelish oldidagi to'lqin degan vaqtda ikki narsa bizga bak ta'sir qildi deydi. Men samanlarga sab qo'yay ko'pchilikning qiziqadiganlarga. Bunda qiziqadiganlar oxirigacha anglaysizlar, anglamaydiganlar anglamaysizlar. Yoki shunday bo'lsin deb qo'ya anglaydi degan faraz ostida 5 odam anglasa men xo'sh shundan. Ikki narsa bundan keyin qattiq ta'sir qildi kishilarga deydi. AI, andan keyin synthetic biology. Synthetic biology degan nima desa, injenerlikning prinsiplarini biologiyalik organizmlarga qo'llanib bir narsa yasash. Gen o'zgartirish, bu degan o'xshash ish. Hatto yeydigan, ichadigan narsalarni o'zgartirish, kiydigan narsani o'zgartirish, burunqidagi paxtaga, obuningga tayanmaslik degan gap. Turmushni mo'llashtiramdi, balkim. Hayotni go'zallashtiramdi, rangaranglaştiramdi, balkim. Biroq texnika boshqa odamlarning qo'liga tushib ketib qolsa-chi. Biologiyalik masalan qizarlik bir narsani yasab qolsa-chi. Paylanib ketib qolsa-chi, bundaqa yomon niyatga odamlarning qo'liga tushib qolsa-chi. Xuddi davlatlar yadro qurolininki tarqalib ketishdan proliferation deymiz-ku, qo'rqqandan biologiyalik shu berkmaning injenerlik prinsipining biologiyalik narsalarga tatbiqlanib, har xil narsalarni yasab chiqarishdan haqlar qo'rqayotidu degan gap. Uni qilmas bo'lmam, uni siz qilmasangiz men qilmasam yana birisi qiladi degan gap. U paylanib ketib bozorni egallab oldi. Uning yaxshi tarafi bor. Masalan, ma'lum narsalardan paylanib injenerlik prinsiplarini nima qilib,
hayvonga bunga tadbiqlab insonlardagi rak kasalini saqaytiradigan ma'lum a'zoni saqaytiradigan almashtiradigan ishlarni qilishda foydasi bor. Biroq siz zaharli odamlarni qirib o'tadigan narsani hisob qilasiz so'chatoq. Sun'iy aqlchi AI to'g'risida bir gapni deb beray. 1956 yili John McCarthy degan odamning o'yi shu. Odam qiladigan ishni mashina qilgan qanday bo'ladi? Bu ishda kun kelamda keladi deb. O'tir sharqlarning o'zining chiqqan bunda bir chaqchiq va o'z to'g'risida degan. Yaponlarning xizmat tutgan pozitsiyasi, Yaponlar Yamamoto-san ba desak, Yamamoto-san nima ekan desa xizmat tutgan pozitsiyasi bunday ekan. Bu ishni bir qilibdimi? Ha, qilibdi. Undasi men qila olmayman. Bu ishni bir qilibdimi? Yo'q, qilmabdi. Bu ishni bir qilmagan bo'lsa men cho'qim qilishim kerak. Gambaro deydigan bu o'ziga rag'bat berib. Yamamoto-san. Endi ma o'tir sharqlikcho desa, bu o'tir sharqliklarning tutgan pozitsiyasi qanday ekan desa, bir ishni bir qila olamdi ekan. Qila oladi ekan. Unda shu qilsan qila olgan ekan. Vallahi. Bir ishni bir qila olamdi ekan, qila olmaydi ekan. Ya habibi, bu ishni hech kim qila olmasa, menim deb men qanday qila olayman uni deydi ekan. Demak, hozir bu yerda nima desa, ma'lum bir ishni hozir sun'iy aql shu. Men qilmayman. Mashina qiladi. Hozir bizning habibicho desa, boshliq qilsin degan o'shdan o'ylagandek bo'ladi. Boshliq qilsin sun'iy aql qiladi. Men qilamaganni ya boshqalar qilamaganni men qanday qilmayman? Uni undami so'ramaydi hozir. Nima desa, sun'iy aql ba'zi ishlarni bajaradi deydi. Shuna bu yerda kayfiyatga aloqadar sun'iy aqlning foydasi bakchiq. Bu meditsina, hatto qonun, dars o'tish, davolash, bundan nurg'un narsalarga asqatadi, da'vatida. Paydo qildi deydi. Mustafa Sulayman bu texnikning ichiga kirib, Deep Mindga shirkat qurish jarayonida o'zi bir narsalarni his qilgan o'xshaydi, ansirab qopti. Ya'ni bu qila oladi, etalaydi deb buni qo'yib pasak olmaydi, tartibchilik kerak. Ya'ni yo'l yasab, yo'lning ichiga qashaq qo'yish kerak. Qo'yib pasak nurg'un chatoqni keltirib chiqaradi deydi. Sun'iy aqldan yomon g'arazdagi odamni, yomon g'arazdagi guruhlar, yomon g'arazdagi davlatlar foydalanib kelsa, xalqning farovonligini buzadi, baxtiyorligini buzadi, shaxsiylarning arvohini ushiradi, dushmanlikni keltirib chiqaradi, davlatlar o'rtasida madem deydi Mustafa Sulayman. Nation state, milliy davlatlarni ag'dirib tashlash mumkin deydi sun'iy aql. Shunga buning uchun tadbir tuzash kerak. Ya'ni hamma rioya qiladigan, bundan sun'iy aqldan foydalanib, mandaq qilsang, mana jazo yeysa, hatto turmada yotsa deydigan odamlarning harakatini qiyinlashtirish kerak deydi. Ya'ni menimcha shuni qilish kerak. Jamiyatda tartib bo'lmaydi. Buni qashasiz qo'yib bersa, kichik balani dastlab chaylayotgan yavatga o'xshab qoladi bu ishlar. Sun'iy aqldan foydalanib ishlab chiqarish unumdorligini oshirsa, tovarlarni ko'proq ishlash tuvan tanlaraq bilan odamlarningki jismoniy kuchi buni azaysa yaxshi ish. Ammo uni qo'li texnik yo'q odamlarni ezadigan, nazorat qiladigan, mening sizgan sizg'imdan chiqmayman deydigan ish bo'lsa, bu erkinlikka, demokratiyaga, insonlikqa qarshi butun aksiya kuch bo'ladi. Texnikaning so'zlab kelsak jiq qo'yamda, masalan, o'tning yasalishi insoniyat tarixida bir buyuk bir bayqilish texnika deymiz, o'n bir texnika. Elektrning bayqilishimi shu. Ya Marksning bir gapi va yog'inchoq feodallik jamiyatiga vakillik qilsa, ishlab chiqarish kuchlarining yuqori belgisi shu vaqtdagi feodallik jamiyatda. Par mashinasi kapitalistik tuzumga vakillik qiladi deydigan bir gapi var Karl Marksning. Bu 1840-50 yillarda yashab o'tgan odam. Men bu nimning kitobini tarjima qilib o'qib qo'yapman va 2024 yil Nobel mukofotiga erishgan
Darın Acamoğlu'nun kitabını tercüme qilib o'qib qo'yyapman. Davlatlar, millatlar nima ish qilib vayron bo'ldi degan kitobini. Ash kitobida sanoat inqilobi yuz berib, zavodlar qurilib, fabrikalar zavodlashib, shunaqa qilgan vaqtda mozdozlar, hunavanlar isyon qilib, uni loditlar deb qo'ydiki, shunaqa zavodlarning uskunlarini urib chaqqan gap. Oxirida nima bo'lgan? Texnik yomon keldi. Ya'ni oxirida ularni ko'ndi degan gap. Ama internet texnikasi deymiz. Internet texnikasi 1990 yillardan keyin toza jo'shqin rivojlangan. 2000 yili aylig'idek abay deb o'tganimdek iqtisodiy krizni keltirib chiqadi. Amerikada texnik shirkatlari bak ulab tushdi. Uning ichida Amazon uzib chiqadi. Petco bu deganlar vayron bo'ldi. Xato mo'ljallab qoldi degan gap. Pay chekini bozorga solib qo'yib tushib ketdi. Vayron bo'lib ketdi. Az kunlik qildim. Shu vaqtda mening tunji xizmatimni shu takbobilning ziyna o'xshagan. 2008 yili pulmonni kirisi yuz berdi. Bu to'g'risini so'zlab ketdim. Endi chu desam shu sun'iy aql. To'g'ri, sun'iy aql, sun'iy idrak degan gapni mashinaga odamdek o'ylatish, mashinaga odamning ishini qiyg'izib tushunsak bo'ladi deyman. Oddiy bir zag'ir gap bilan aytgan vaqtda. Bu nashrdan chiqish oldida turgan texnika, kuch va ko'tarilish degan kitobimda men sun'iy aql yoki sun'iy idrak degan gapni AI deb oldim. AI deb oldim. Bundan keyin AI deb qo'llangan gapimda butun dunyo tushunadi. Turkchada yapay zeka deydi-ki, yapay zeka deb Turkiyadagi İstanbul'daki balla söhbətlab qalsa yapay zeka deb tushunadi. Nim degan gap bu? Desam, sun'iy aql, sun'iy idrak degan gap deydi. Okey. Deyman. Lekin ba'zi narsalarni kompyuter deb qo'pil qilgandek, keyin sun'iy aql bu deb tushunmay AI deb olsaq bo'ldi ekan dedim. Men kitobimda AI deb ishlatdim. Xo'sh. Endi bu sun'iy aql texnik har bir qism texniklik bir nim bo'lgan vaqtda bir qism xizmatlarni, kasblarni yo'qib tashlaydi. Ayni vaqtda shu par mashinasi ijod bo'lgan vaqtda, par mashinasi maydonga kelgan vaqtda, zavodlar qurilgan vaqtda mozdozlar, hunavanlarni siqib chiqarayotganga o'xshash. Internet maydonga kelgandan keyin, har xil texnikalar borliq kelgandan keyin, simsiz telefon borliq kelgandan keyin burun telefon şirketida ishlaydiganlar yo bular ulab beradiganlarning xizmati yo'q bo'ldi. Tushunaman. Kompyuter taraqqiy qilib, internet va taraqqiy qilib qilgandan keyin bu nimalarni yo'q bo'ldi? Nashriyatchilik, hatto shu kinoxonalar, shularni asosan o'ltadilar. Kutubxonalar, kitobxonalar qolmadi. Ba'zi do'konlarni yo'q qilibdi hozir xalqlar fizikalik bir nima qilmay, bijani ijaraga olib kasli kiyimni kiysin, ayog'ini kiysin, go'zal bo'ldi, qamlashgan bo'ldi deb sotmaydi hozir. To'rtni haq setib oladi degan gap. Shu har bir texniklik bir taraqqiyot bo'lgan vaqtda u bir qism kasblarni siqib chiqardi, o'ttirdi aniq. Sun'iy aqlchi, sun'iy aqlmi shu? Sun'iy aqlmi bir qism kasblarni yo'qib tashlaydi. Ama odamlarning ehtiyojini Abraham Maslow'ningki ehtiyojni qatlama bo'yish nazariyasini aytgan vaqtda birinchi qatlamda yemak, ichmak u bu. Uningga yapay zeka yoki AI bilan qo'saq to'yozilmaydi. Bana bir tamoqni bir taqsi lag'manni qashqaning chorak lag'manni raslab pasli xenim degan bilan rasmni chiqarib qo'ydi. Uni yegil olmaydi, shunami? Yanildan yeziklikda ochliq terish kerak. Yenik sanatda uni nemiga aylantirish kerak, uni unga aylantirish kerak. Bozorni seçip bilish kerak. Qo'l bilan yasaydigan gap. Uyning turbisi, toki ubu buzilib qolgan vaqtda, uyimning toki ubu buzilib qoldi. Yapay zeka. AI mani o'ngshab berdigil bo'lamda? Yo'q. Uni adam chaqirish kerak. Shunaqa huna, ya'ni onun bir kichik yozmani ba'zi huna diplomdan ustun turdi deb. Huna muhim. Huna muhim. Bular mayli Amerika olsun, Türkiye olsun, Kanada olsun. Bir yerde önemli. Mevcutda. Şu an bizning ata-bobolarimiz 72 xil huna az bir insonga yoki o'g'il bola deydi amaliyotda. Qizlarmi hunavan bo'lsa yaxshi. Kiyim tikuvchilik qilsa, kompyuter o'qisa,
tibbiy xodim bo'lsa, o'qituvchi bo'lsa, masalan, bilimlik. Bizning ati sözümüz shukan. O'g'il bolaga 72 günü ham ozlik qiladi. Hayotda yashagandan keyin muayyan bir survival skill, ya'ni aloqa jahondoshlik dasturi yoki maharati bo'lish kerak demoqchi. Xo'sh, endi men gapimni Alvin Tofflerning bu gapi bilan oxirlashtirish. Alvin Toffler o'zining bir kitobida shunday deb yozadi. Bundan keyingi savodsizlar o'qishni, yezishni bildiganlar emas deydi. Bundan keyingi savodsizlar o'rganganlarini unutib qoladigan. Yangi narsalarni o'rganolmaydigan kishilar deydi. Shunga yangi narsalarni o'rganmasligimiz uchun kendi qolmasligimiz uchun agar pensiyaga chiqmaganlardan bo'lsak, AI texnikasini, AI'ni o'rganib mang'animiz yaxshi. Bizning shtatda AI'ni 2027 yil 12-ayning 31-kunigacha ba'zi kurslarni o'qib diplom olsa, ko'tarib o'tdi ekan. Massachusetts'tan anglaganlar, gapimni anglaganlar, agar shuni o'rganib qo'yib nima ishga desanglar, o'rganib qo'ysanglar bo'ladi. Unda bo'lsa, bugungi leksiyam shunday bo'lsin. SpaceX'ning paylari, ya'ni tushishi mumkin. Pul ma'amala, shifrlik pul bozorida 2 trillion uçup qoldi. Umumiy bozor qimmati Fear Index deb qo'ydi. Qo'rqinch ko'rsatkichi 18 kan, pek tuban. Adamlar va qo'rqib ketib chiqayotgan gap setib. Kripto winter deb qo'yamiz. Kriptoning qish fasli, shifrlik pulning qish fasli keldi, hozir yozda turib. Axtam gapni desam, Axtam Ömerning 9 oylik makamı, Xayrixo'y 9 oylik makamı. Qaysi bir tarım jurnalı 86-yil o'qidimmi, xudoyim. Mana bir hikoya so'zlagan. Menga bak qiziq tuyulib ketgach, qiziq narsa esimda bak qoldi meningki. Qiziq dunyoda qiziq ish deydi. Yozda turib ko'rdik qish. Tartib etdi saqchishni, dard görmedi ağrıq çeş deydigan bir she'r va bir hikoyasida. Rahmatli adamlar jannat oldi hamda ketib qoldi dunyoga. Jannatdan tilaymiz Alloh jannat qilsin deb butun ömrida yoziqchilik bilan shug'ullanib xalqimni aqartimi deb yashagan adamlar. Shuna o'xshash hozir qish ulab ketyapti demda. Yozda qish ulab ketyapti. Ammo Warren Buffett Charlie Munger nima deydi desa, temkin bo'lish kerak. Hozir o qog'oz o'tkazgan, satmasaqli bo'ladi. Xo'sh emsa hammalarga. Xotirjamlik tilayman. AI bu paycheki buni bilish kerak. Shu bo'libmi? Demokratik ellarda paycheki bozori kuchli ellarda yashab turib buni bilmasak bo'lmaydi ekan bu bozorni. Amerikaning umumiy paycheki bozori sanalgan umumiy pay bozori sanalgan pay bozorining qiymati 75 trillion atrofida. Buning 20%dek chet elliklarning Amerikaning pay bozoriga sog'an puli. Xitoyning baylari, Yaponiyaning baylari, Vyetnamning, Hindistonning baylari mo Amerika, hatto O'tir Sharqning shayxlari bak soldi Amerikaningki pay bozorlariga. Shu 14 trillion shulardan kelgan. Shunga ma bozorni tushunib yashagan yaxshi, rahmat sizlarga.